Hech bir narsa shunchaki emas, shunchaki ko'ringani bilan. Ikki farishta oddiy bir yo'lovchi odam shakliga kirib, bir boy badavlat oilani uyida tunab qolishibdi. U oila mehmondo'st emas ekan va farishtalarni mehmonxonaga kirgizishni xohlamay, ularga sovuq yerto'ladan joy berishibdi. Farishtalar endi yotish uchun joy solishayotgan ekan, katta farishta devorda o'yilib tushgan joyni ko'rib, uni xuddi hech narsa bo'lmagandek qilib tuzatib qo'yibdi. "Nimaga unday qilding?" deb so'rabdi kichik farishta. Bunga katta farishta shunday javob beribdi: "Hech bir narsa shunchaki emas, shunchaki ko'ringani bilan." Ertasi kuni ular tunab qolgani kambag'al, lekin mehmondo'st yigit va uning xotinini uyiga kelishibdi. Beri xotin uyida bor narsani